Assalamu alaykum ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, radio oldidagi ixlosmand anglovchilarimiz. Huzuringizda bo'layotgani Markaziy xalq radio stansiyasi Uzilmas melodiya programmamizning Melodiya qahvaxonamizda ilib berilayotgan Ro'za hayitliq alohida soni. Qadrli ko'ruvchilarimiz, mana bugungi program orqali sizlar bilan yuz ko'rish fursatiga ega bo'lganligimdan intayin xursandman. Men riyosatchi Mahina Ro'zi. Albatta, hammanglarning Ro'za hayitinglarga muborak bo'lsin. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'ruvchilarimiz, Uzilmas melodiya programmamizni har vaqt yoqtirib anglab kelayotgan ixlosmand anglovchilarimizning qizg'in talabiga asosan Melodiya qahvaxonasi programmamizni mana bugun suratli qilib ishlab o'tiribmiz. Albatta, bugungi san programmamizningki ro'zaytlik kuninglarga xushallik va ma'no bag'ishlashiga biz ishonamiz. Shuning uchun biz bugungi san programmamizda texmo alohida bo'lgan bir mehmonimizni taklif qildik. U bo'lsa-mu birga mayir, ko'p qadr san'atkor, bizning xalq sevgan atoqli naqshchimiz Farida Mahmud xonim. Albatta, ekrandagi qadrli ko'ruvchilarimizning shundaqla radio oldidagi ixlosmand anglovchilarimizning bugungi san programmamiz orqali intayin mo'l mazmunga ega bo'lishinglarni, naq maydonda o'rinlangan nodir naqshlardan huzurlanishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qani undaq bo'lsa, diqqatinglar programmamizda bo'lsin. Assalomu alaykum Farida ada. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Ro'za hayitingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sizningmi hayitingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sizniki naqshlaringizni shu yoqtirib anglab kelayotgan ixlosmand anglovchilarimiz, tomoshabinlarimiz, albatta ekran oldidagi ko'ruvchilarimiz shundaqla radio oldidagi anglovchilarimiz salomingizga intizor bo'layotdi shu topda. Qani salomingizni bir yetkazgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ekran oldidagi barliq ko'ruvchilar hamda Uzilmas melodiyani tinglab o'tirgan barliq anglovchi, mening naqshlarimni yoqtirib anglaydigan barliq aziz xalqim. Yaxshimisizlar? Ro'za hayitinglarga muborak bo'lsin. Rahmat ada, sizning hayitingiz muborak bo'lsin. Mana bugünkidek kunda yuz ko'rishib o'tiribmiz. Shuningdek, bugun sizningki mushu naq maydonda ijro qilib bermoqchi bo'lgan nodir naqshlaringizdan huzurlanamiz, shundaqla siz to'g'risidagi tushunchamizni texmo oshiramiz. Qani undaq bo'lsa, oldi bilan sizdan shu aniqlamasan bo'lmaydigan bir masala bor-ku. Albatta, naqshlaringizni yoqtirib anglab kelayotgan, sizni mushu sahnalarda uchratgan vaqtda hayajonlanib turib sizni tilga oldigan tomoshabinlarimiz orasida mushu parang bo'lgan vaqtda Qarmaydan chiqqan atoqliq faxrli san'atkorimiz Farida Mahmud xonim deb tilga oldi ekan. Ammo men siz to'g'risida shu tarjimonangizni aqtirgan vaqtda Qashqar diyoridan degan materialni ko'rib qoldim. Shuningdek, shu oldi bilan shu yurt masalasiga bir aniqlik beraylik. Naytda yaxshi so'radingiz. Ko'pincha ko'rurmanlar meni yoqtiradigan, men qiziqadigan tomoshabinlarimiz buni shu meni to'lisi qarmaydan deb o'ylaydi ekan. Nayt bir murakkab savol bo'ldi. Unda o'zi bugun bir oddiylashtiraylik. Mening yurtim Qashqardan. Qashqar shaharchidan. Ota-onam yosh vaqtlarida xizmat munosabati bilan Qashqar Yangsar noyisiga xizmatga tushib, taqsim qilinib, dadam doktor bo'lib, o'sha Yangsar noyilik doktorxonaniki qurg'uvchilari hisoblanadi ekan. Opam o'sha boshlang'ich maktabniki o'qituvchisi, universal dars beradigan bir g'olliq bir o'qituvchi. Demak, o'sha Yangsarda tug'ilgansiz shundaqmi? O'sha yurtda. Ha. Shu Yangsarda tug'ilib, 8 yoshimga kelganda biz uydamda 5 bolada, men uyning 4-inchisi. Men 8 yoshlarga kirgan vaqtimda ota-onam yurtimizga ketimiz deb o'chaqlarda endi bir tushuntirib ketsam, madaniyat inqilobi degan bir ishlar bo'lib ketgan shu vaqtlarda qalayimqon. Shu vaqtlarda dadam yoshli chog'larda xizmatdan qaytarilib Qashqarga qaytadan bizni elib ketgan. Shu vaqtlarda endi boshlang'ich o'rta maktab davrlarim shu Qashqarda o'tdi. Ondan keyin shu boshlang'ich maktabni Qashqar 6-chi boshlang'ichda o'qidim. O'rta maktabni Qashqar 1-o'rta maktabda o'qidim. Demak, boshlang'ich o'rta maktab o'qish jarayoni shu Qashqarda tamomlandi, shundaqmi? Shunaqa. Unda bo'lsa, shu Qarmay masalasiga bir aniqlik beraylik. Qarmayga men 80-yili shu 16 yosh chog'larimda bir men hamda nimani o'rta maktabni bitirib, o'rta texnikumga intam berib, shu maktabga yang o'tgan chog'larimda. Qashqa Darul Mualliminingki sho'ba sinflarini naylada sinab
maktab qurgan vaqtlarda Spen sinfda. Shu vaqtlarda men o'qish bitgan davrga to'g'ri kelib, shu Yansanaylik Spen maktabga aşağı o'qishga bordim. Qaysi kasbni o'qidingiz u yerda? Umum fen. Hamma fen bor. Hamma fen bor. San'at, boshqa o'qituvchi bo'ladigan kasbda. Maqsadingiz o'qituvchi bo'lish shu chog'larda. San'at ma'lum bo'lish, artist bo'lish hamda shu vaqtda orzuyim. Shu vaqtlarda lekin Yansanaylik Spen maktabga aşağı qabul qilingan jarayonda 1 yil bo'lay deganda Qarmay Naqshsul o'migidan intam aql kepto naqsh qabul qildi ekan deb Qashqa san'at o'makni oldiga bir e'lon chiqaribdi. Shuning bilan buni ko'rib meniki saboqdoshlarim voy sen intam bersang bo'ldi ekan deb yugurib kep aşağı intam qatnashdim, tizimlatdim. Tizimlatib nemish qila olaysiz deydi bizniki Qarmay Ömekninki sabiq bizniki ömek başlığımız To'xtiqiyim akimiz intam ağıl keptiken. Şuna nima qila olaysız qizim deydi. Naqsh eta olayman, usul o'ynay olayman, duta chala olayman desam, bo'ldi ekan, amsa naqshingizni ayting deb bo'ldi deb naqshini aytib berdim, duta chap berdim, lapar o'ynab berdim. Shu so'rgan hamma turlarga shu joy-joyda javob berib mangdim, naqshini aytib berdim. Şuna bilan voy bo'ladi ekan deb meni shu zamatlam qabul qildi. Qarmayga ep ketdi. Shuna bilan men. Necha yosh vaqtlaringizda o'sha? 16 yosh vaqtim. 16 yosh vaqtda Qarmay shahar san'at o'migiga qabul qilindingiz shundaymi? Demak shu 16 yosh vaqtda Qarmayga kelgandan keyin uzun muddat ishladingiz Qarmayda. Shundaymi? Hozirgacha degidek ashundan keyin Qarmayninki ajr singib tushayadiki san'at puroqlari bilan yashab kelyapsiz. Men borsam bizniki osonlik artistlar jiqgan. Uyg'ur naqshchisi sal ozganda. Shuning bilan meni olib borgandan keyin o bo'shliqni to'liqlandi, ammo men hech qanday bir san'at turlarida tarbiyalanib boqmagan. O'zligingizga o'rgangan, o'zligimdan o'rgangan o'zimda bor talant bilan shu 2 yil meni sahnaga chiqib ishlatdi. O'zingiz o'rgangan shu dutlarlar bilan sahnada o'yinda qatnashib 2 yil ishladingiz. 2 yil ishladim. Undan keyin bu qizni bir sistemalik tarbiyalasak bo'ldi ekan deb meni Markaziy muzika institutiga tarbiyalashga avatdi. Shundan keyin o'mak rahbarlari nihoyatda yaxshi ko'ngil bo'ldi. Shuning bilan meningki bu san'atga bo'lgan, naqshga bo'lgan tushunchim ozroq yetildi-da. Borgandan keyin bir o'qituvchini taklif qilib berdi. Yepeyin degan shu Beijing Markaziy muzika institutida aşağıda ataqlıq bizniki professor hisoblanadi ekan. Shu ayolda men dars oldim. U vaqtda demak u Hanzu muallimdan qaysi kasbdagi saboqni olgan? Muzika, ovoz ilmida. Ovozni qaysi xil uslubni? Yevropa uslubi deydi ekan, go'zal ovoz, go'zal ovoz. Shu meniki ichki ovozim ne odatdimi ichki ovoz dutachilib naqsh aytdim-da. Shuni bayqab, shuni taraqqiy qildik bo'ldi ekan deb meni o'sha Yevropa uslubida tarbiyaladi. Birinchi qitim meniki ovozimni bayqagandan keyin ma'lum burunqi ovozimni cho'rtil tashvatdi. Bunda ovozni ishlasang bo'lmaydi. Men qaytadan o'gitmasang deb, "Opla" dedim, "Ha, ma'qul" deb. Burunqi ovozimni ishlatmadim. Hozirgi ovoz vaqt qisqa kelib qoladi. Ya bir naqshi aytolmayman, qanday qilaman deb ovozim cho'rtil yo'qolib ketdi. Yig'ladim shu vaqtlarda. Endi yotoqqa kelib yig'layman, to'xtab tura. Bunda qilsam men qanday qaysi yo'lni tutishim kerak? Ma'lum degan yo'lni tutib boqay deb dutdan ilib olgan. Dutdan yotoqqa kelib chep boqsam, faqat yo'qlik ovoz. Burunqi ovozimmi yo'q tushmaydi ekan. Keyin endi ikkinchi qitimlik darsga borgan vaqtimda yana mashq qilaman o'rgatganda deydi. Aytib boqsam qat'iy bo'lmaydi-da. Nima bo'lding sen? Nima ish qilding deb dutavla aytgandim. U vaqt hanzuch gapni bilmaydim. Tilda bir qiynaldingizda, bir uslub o'zgarganki yana qiynaldingiz. Undan keyin men qayta bir uslubni o'zimga bir o'zlashtirdim. Barbara vaqt o'tadi, mashqni qattiq qildim. Tashlab qo'ymadim mashqni. Ma'lumim o'rgatgan uslub bilan go'zal ovoz uslub bilan yotoq kelib milliy ovoz, milliycha ovoz birlashtirdingiz. Birlashtirdim.
çili versen bir yerin çıktı bu avaz. Şunlar ne de idaramızda emdelik oyun koyuş pürsütüne çıktı da vazifemiz çıktı. Şunlar idaradan tizden kayıtıp gelsin de bir yılga bağımığa vakitte bizni kaytırıp ek geldi. Demek şu Beijing bir terbiyeleniş jarayonida Avrupa üslubla o'zingizning milliy ovozingizni birlashtirib bir o'rin tepib oldingiz ana ovoz. Tapdım. Tapqandan keyin men idaradan qaytırıp ek kelgandan keyin mening ovozim boshqacha echilib bo'lganda rasmiy o'rnini tapqandim ovozimning. Men 10 dek naqshini ma'lumim tayyorlik qilib bergan, qaytib kelib men doklad yuzini o'yin qo'ydim idaramning o'zidan. Nayt maqtidi anandikin bu qizning ovozi shunda taraqqiy qilibdi deb shu nim bilan shu uslub bilan men uzun yil sahnaga chiqib lapar o'ynadim. Usulga yetishmagan vaqtlarda usul artistlar kam chog'da usulga chiqishdim. Dutta bilan xanzuch tekislik uyg'urcha naqshlarni xanzuch qilib aytib bizniki neft ishchilaridan hal so'raydigan o'yinlar bek chiqib olgan ekan. Neft ishchilarininki arzusini qandirib keldim. Albatta mana shunday bir holatga kelish uchun shu qarmaydiki san'at maktabi ustozlarning to'kisi mintayi zo'r ekan, shundami? Shunday. Xo'sh, unda bo'lsa ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilarimiz, radio oldidagi ixlosmand anglovchilarimiz mana oldi bilan Farida Adamninki shu nima uchun qarmay deb atilib qolganlik sababini bilib oldik. Chunki nurg'unlagan to'kisi o'qish jarayoni, xizmat jarayonining hammasi qarmayga singib ketganligi uchun bizning shunda qarmaydan deganga o'xshash bir aniqlama singib qolgan. Albatta, paranglarimizningki keyingi jarayoni yana davomlashadi. Biroq hozir Farida Adam shu ekran oldidagi ko'ruvchilarimiz, shundaqla radio oldidagi ixlosmand anglovchilarimiz sizning naq maydonda ijro qilmoqchi bo'lgan naqshingizga intayin taqozo bo'lyotdi. Bo'ladi. Men aytish qaldirab ketdim. Ajab yaxshi. Unda bo'lsa oldi bilan naqshingizni birini anglaylik. Bo'ladi. Undaq bo'lsa ko'ruvchilarga, anglovchilarga o'zimizning Qashqar xalq naqshlaridan her qachon ko'zim senda degan naqshamni aytib beray. Bo'ladi. Qani, marhamat. Qani unda bo'lsa Farida, hada. Marhamat. Bo'ladi. Taşlaşkan, taşlaşmıgan, taşlaşıp yana çıdaşmıgan, taşlaşıp çıdaşmıgan. Neçe yıl bile yürüp, kandıdek mungdaşmıgan, mungdaşak kılışmıgan. Oy, hecep ottan baliken bu. Yağmurlar tula yağsa, öydünü tutamca, öydünü tutamca. Men yani sığınganda, tuttum aklım kanca, tuttum aklım kanca. Oy, hecep oktan baliken bu. Neremni sayim depmetle, qanani sayim depmetle, qanani sayim depmetle. Yaxshi ko'dim deb qo'ysam, bir qarab qo'yab metlar, bir tashlab qo'yab metlar. Oy, kel o'ynayli bog'larda, men bu ko'ngillik chog'larda. Meningge bağmaymen anazam, untozoy yüzümge sen mening nazam. Yerden ko'nglim ağrisa vay anazam, qaramayman ko'zingga sen mening nazam. Yerden ko'nglim ağrisa vay anazam,
Qarayman ko'zingga sen mening nazar Kellesizim cananim ey men seni kirib alay Kellesizim cananim ey resmini sizib alay Tapqan şu azaplarni qalbimga yezib alay Tapqan şu azaplarni yuragimga yezib alay Ishqa vahinim vay dada vahinim O buğday beştenge daday çigde yahinim O buğday beştenge daday çigde yahinim Rahmat ada, dek hayacanlandırıyorsunuz meni. Mənlə emas ekran aldidagi məşə görürmənlərimiz, anlıqçılarımız məntən hayacanlanıb getdi şu tapda. Rahmat. Muşu tuttan mən bir qolumğa asam, Bir çepbeğine. bir asam. Tuttan çalıdığandaklık qılısız zadı. Aşı kiçik vaqtlarda sizning muşu plastinkalarınızı, naqşlarınızı anlap azraq bir otla yo'q ekan. Bir ishga urib baxsam qanday ola? Uruğa. Görürmənlər ma'qulmi? Sizning kim şu turqingizdilam aşu san'atkorlar chiqib turdi ekan sizdan. Rahmat ada. Mana, mushunda bo'ladi. O öz yarım degan naqshi. Bilib oldingizda. Shu vaqtlar bir mo'dib ketgan bir naqshlar tug'u sizning naqshlaringiz, mushu bir qator naqshlar. Mushu bir so'rab baqim kelyapti dada. Unda tiq 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 urg'anlarni qanday chiqirsiz deyman. Qanday o'rgangan tug'iz? Voy bu meningki dadamninki ashu dutachilib aytgan vaqtidagi mushta chekishi menga singib qopti. O'zligimda o'rganib qolgan buni. Shu emasmi? Bek peyzajim aniq to'xtagan chaqdan chiqqan yerlarimiz. Bek hayajonlandik. Unda bo'lsa Faridada mushu men dedim-ku kichik vaqtlarda ashtaga bir plastinkalarni anglab, bir o'tlar singib tikan bizga mu degandek. Mening opam deb beradigan, men cho'ng bo'lsam mana shu naqshlaringiz plastinkalar borkan tuqchi bizning uyda. Opam deb beradi. Bek oshiq bizning uydagilar naqshlaringizga-chu. Rahmat, rahmat. Shu vaqtlarda ajab chiroyli bu naqshlar desam, opam bolam bu kichik vaqtlarda bu Farida shu maktabda o'qiyotgan vaqtlarida naqshlar tarqab ketgan. Mavut hozirroq yoshlik mazgilida qadam qo'ygandan keyinki naqshlari deb berganchu. Gulidiki apimiz. Shu siz naqshlaringiz to'g'ri anglagandan keyin siz to'g'risi uchirlarimiz anglab turdi-da ular. Men shu bilib boqim kelyapti. Shu kichik vaqtlaringiz, necha vaqtlaringiz bo'lg'iydi? Men aqlimni bilsamlar mush bizning uyda dutta, naqsha, shundoq bir qaynam tashqinliq bir oila ekan. Muzika oilasi shundanmi? Dadam o'zi doktor bo'lgan bilan o't yurak bir muzikaga ishtiyoq bog'lagan. Dutta bilan naqsha aytadigan. Naqshini aytsa, hikoyasini so'zlab turib, shuni aytadigan bir odam edi. Aytdi. Shu chaqlarimda dadam duttani qo'liga olib chaqandikinlar, men dadamning shu qo'liga eslab oldim. Duttaga eslab oldim-da. Qanday qilib biray bolam desa, men chalma desam, unda chelinga deb quchig'ida o'taq uzat meni duttani urg'izib, men bo'yam yetmagandikan, dadam o'zi pardasini besib berdi. Ikkinlar birlashib chaladi. Shunday qilib, andikin uxlab olsam-mo, quloq tuyimda shu dadamning duttalari yangrab turdi zodi. Shunday bir oila ekanmiz. Shuning bilan shu o't bilan o'rgandingizda. Shu o'tlar hozirgacha besiqmatdi bu o'tlar. Shunday qilib dadam olamda o'tib ketdi. Biz kichik vaqtlarda. Ondan keyin opam dadam ikkilisi tang aqamoq tugab ketdi kasal sababidan-da. Shuning bilan endi biz uyning kichigi inim ikkimiz cho'ng akamga qoldik-da, endi Adilja akamga. Ondan keyin bu ishtiyoq bu akam bek chaladi duttani Adilja akam. Endi shu Yangi sanoylik san'at umakda uzun yil ishlagan. Dadam opam tugab ketgandan keyin akam ondan keyin bosh bo'lib sizga qaragan. Ukam ikkimizni izchil turdi, tarbiyalab, o'qitib, ashtaq qilib endi o'tir maktabgacha o'qitib
men ta qarmayıq bağıcı. Şu akamның tərbiyəsində boldum əmdə. Həm də daim apa olub sizə baş olub. Məyli sənət cəhətdən bolsun, məyli turmuş cəhətdən yol baş çıxıb mənğan şundaqmı? Nədən başlayırıq? Şundaq qılıb neçə yaş vaxtlarda. Demək, məyli sənət cəhətki sizin iştiyaqınızda bolsun, məyli turmuş həyatınızda bolsun, ani şu Mehriban akаңыз sizə yol başçı olub tərbiyələb məğibdi şundaqı. Ondaq bolsa, şu mən bayıqı degan gapga qaytib kelsak, tunca naqşınız taqılıb ketgan vaqtlarda qandaq bir şu texnikininki türtkisida qandaq bir ishtiyaq bilan tarqalgan. Bu vaqtlarda 77-yilga deyman. Kishilarninki texayalliq seviyadikilarning uyida bundaq bir taxtimish ünalgı bo'lgan Yaponninki. Hammalar yo'q isimda qilishchi. Akam shu og'inlarning uyiga meni juring afkam deb opirdi. Shu yerda anglab qoladim. Akam naqsh aytib, o ünalgı olsa ovoz shunda o'z en chiqdi-da. Akam men aytib baqay, men ovozimni anglab baqaychi qanday bo'ldi-ki desam, ayting afkam deb qiziqtirib meni aytqizdi bir necha naqshlarga. Külüp birop qaldı. Voy, fikam, yaxşı aytdingiz. Şunda qo'yganda anglasam meni ovozimni doğraplam chiqdi ekan. Bak chiroyli. Hayron qoldim. Chiqil ovozim. Mening ovozimni doğraydi ekan aka deb shuning bilan maktabda, o'tir maktabda o'qiyotganda saboqdoshlarimizning uylariga dars muzokara qilib topshiriq ishligilar. Bir kuni birsimiznikida, bir kun birsimiznikida ishda topshiriq ishlaydi. Kollektiv o'g'nish qilgan vaqtda. Shu vaqtlarda uylarda hamda alqadek odatdagi unalg'ular bo'ldi ekanda. Qatirishqa, voy qizim dutachab birang, dutachab asli bolam deb shu adashlarimninki opalari, otalari nimasi ma'qul deb qiziqib, shu akamda ugunib olgan naqshlarni chilib shu unalg'uga olib hamda. Asaq shuning bilan xalqlar bir-biridan ko'chirishib, uni tarqilib ketibdi ekan. Demak, opamning anglaganlari shuning bilan berib ekan, shu tarqalgan. Qaraliqi qardaydamdi qandi. Shu tarqilib ketibdi ekan kichik vaqtimda. Ne qarsi meniki naqsham u vaqtda kichik bo'lgan ekan. Voy, ajab yaxshi chiqibdi meniki ovozim. Ayadim chiqdi ekan, yuribdi ekan, keyin cho'ng bo'lgan sira ajab tarqilibdi ya apla. Deb ta'sir qilib qolgan. Shu vaqtda aytgan chaqda qanday naqshlarni aytdingiz? U chaq sizning bola vaqtingizga? U vaqtlarda mening shu dadamning, anamning, akamning aytganlari qulog'imga singib ketibdi ekan. Asosan xalq naqshilar asoslanadi. Ana degan radiolardan. Radiodagi naqshlar qulog'imga singib maktabga borib kelgacha, ashta radioda naqshlar chiqib turdi. Shu naqshlar kallamga singib qolibdi ekan. Shu o'g'in vaqonlaringizni aytib. Andikin shu u vaqtlarda Qashqa viloyat o'makninki artistlarining naqshlari bekchi qo'yildi-da, achonglarninki. Oshini anglab shu quloq tubiga singib ketgachga shu faqat bağan sira meni bu san'at ishtiyoqim besilmay o'rlab jim o'tag'izmidi duttanim ravrs chaldigan bo'lib ketdim. Akam rag'batlantirib, voy ukam ajab yaxshi chaldingiz jimo, mushu naqshga ayting, ana aytmay mani ayting deb. O ba'zi odam tekstlarga diqqat qilmay qoldi ekan u. Ongtiq yetilmaganda bizda kichik bo'lgandi ekan. Cho'nglarning naqshlarini to'g'ri bilib ashta. Muhabbat naqshlarini aytib u vaqtlarda ziyolilar naqshlari deb alqi ziyoli naqshlarini anglayotganda cho'nglardan. Bir ikki qitim anglasamliq shu menga singib qoldi tash naqshlar. Bek shu tutilish qobiliyatim bek yuqori ekan meniki. Aşında sınıp ketgende hamda şu vaqtlarda. Şunun bilan aşında qinimdi bo'g'achqa. Qinim qon atanımızın şu bo'lgan. Şu. Tegidim bo'lmasa beka deb qo'ymiz-ku. Demak, ana shu plastinkalar endi hisobda qarday deb qo'ydingiz-ku, ashlar taqalgandan keyin xalqimizningki anglagandan keyin sizning naqshingizga bo'lgan shu qiziqlik texim oshgandan keyin sizningmi keyin shu qarmashalik san'at o'mak xizmat tushgandan keyin bilmashirib keldingiz. O'makdikilarning sizga singdirgan ajri intayin ko'p bo'ldi. Mushu jarayonlarda 88-yillarda bir plastinkangiz taqilibdi ekan. Ikki plastinkangiz shundaymi? Kal azizim, onun da Sayra bulbulum. Şu plastinkaning ichidagi shu muzikalarning ishlanishi, anki ijodiyat ishlarini qanday o'ylashgandingiz edi? Sayra bulbulum degan unalg'u lentisidagi naqshlarim shu jamiyatda yoshlar aytib kelayotgan, anakin
amabab naqshlar. Andan ijodiy naqshlar jug'urilgan. O Kal Azizim degan plastinkadagi naqshlar, o shu xalq naqshlarini chatma qilingan. Buningga bizningki qarmay naqsul o'migidan Abduqayim Qodir hamda bizning o'makniki kompozitori hisoblanadi. Shu meniki ovozimniki yuqori tuvanligini shu akamiz bildida. Bir naqshni bir plastik qilib ishlab qo'yayli, mush ovozimizda vaqtida ishlayli deb menga zo'r yordam qilgan. Endi o'zi naqshlarni ijod qilib menga aytqizdi. Muzikalarni o'zi ratlab, akkordlashtirib, ana kim bizning o'makdagi bir turkum muzikantlar bilan Şinjan naqshsul o'mgidagi muzikantlarni birlashtirib, mush Urumchiga kelib, ajda unga olgan. Qapliq ün algı şekilde çıktı o. Şu vaqtda tarqilib, shundaq xalq ammasınki qizg'in anglışığa, qarşı elişiga erishgan şu vaqtda. Albatta, şoňa hazırgacha Farida Mahmud xanım desen naqşlaryny şu terikmey anglaydigan anglagıçylarymız intayin köp. Biz şu programlarymyz orlaştırgan wagtda ataqlyk sanatkarymız, faxrlyk sanatkarymız dep riýasatçylar harmay sözleýimiz de hazırgacha faxrlynyp durýatymyz albatta. Hoşuna bolsa ekrandagi görmelerimizning, radio aldydaky anglagıçylarymyzning naq meydan orulmakçy bolgan ikinci naqşyňyzga taqazasy küçüyüp ketýärdi hazır. Boludy. Undaq bolsa men aşo davamlıq aytib keliyatqan dadam, akamның aytib keliyatqan naqşlary hazırgacha to'xtatmay aytib keliyatqan bir yağlıq anar aldım degan naqşamni aytib bersem. Boludy, qeýdanda bolsamiz birlikde anlayýyz. Bir yağlık anar aldım İtkadiki Mehmet'in İtkadiki Mehmet'in Bir yağlık ana aldım bala İtkadiki Mehmet'in İtkadiki Mehmet'in Kuyek oti kimden kalgar kakık bilma Zeynep'tin mana senin bilen mendektin Yitkanın bazar idin sizge ana Ep birey encir ana ep birey İçimdeki derdimni tazı yolda mangaç Dep birey sizge birip dep birey Bir sekrep ütöp kettim melendiki Zeykeştin mana melendiki zeykeştin Yarımdın haber keldi Toquzaqlıq ki rakeştin Yapçallıq ki rakeştin Qağa konmiğan pirek Soyma düşmigen pilek Soyma düşmigen pilek 15 yaşta ya tuttu Sizge kanmıgan jürek Yağa kanmıgan jürek Kilin digende kegen biz Ket digende ketgen biz Kitin digende ketgen biz Kel digende kegen biz Kitin digende ketgen biz Ket digende ketgen biz Altın üzük sep koyup
andın keyin tanışkan biz andın keyin kirişkenmiz. Canğı patmıgan seken Kazanğa qanda patqansa Canğı patmıgan seken Vay kazanğa qanda patqansa Kazanğa passan patqansa Tuvaqni qanda yapqansa Kazanğa passan patqansına Tuvaqni qanda yapqansa Leylim o daşqan Aqdım daşqan Tikilip qaraşqan Leylim, 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 yanın ismi hayru. Lingil, 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 üzümde yanla bir şingil. Bizning öy bulaq bişida, basıla tapalanlar. Bizning ey bulaq beshida voy basıla tapalanlar. İşçiden quluplarlik qo'l silib ochalanlar. İşçiden quluplarlik voy qo'l silib ochalanlar. Leylim, 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 yanın ismi hayru. Lingil, 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 üzümde yanla bir şingil. Ayın şadigen yerde, qeçiça digen jutba. Ayın şadigen yerde, vay qeçiça digen jutba. Yürügümni izlep baxsa, bir paça qızıl otba. Yürügümni izlep baxsa, bir paça qızıl otba. Leylim, 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 yanın ismi hayru. Lingil, 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 üzümde yanla bir şingil. Üzümde yanla bir şingil. Üzümde yanla bir şingil. Rahmet ede. Rahmet. Asta, yılqi çoğulanın bir gepleri bağı, tuttanın vaycını çıkarıydı da. Deli için de oldu o bigen. Kiçik vaqtdan tatib çağandı ki künep kaldı ki qollumuz jo hazır bu qitib kaldı bu. Pek oyacanlıp ketiyotimiz edeceğim orasla. Hoş ede. Muşu 90-cı yıllağı deyme, endi men toğulup muşu öylegi televizor kirip, başlangıç mektepler yeni kirgen vaqtlarda sizningki bir tomoshabinlarga tunilgan bir naqshingiz bor deyip. Tün perdesini yetip tulun ay. Hazırqıdak isimlerce muşu kıyafetleriniz, ama bir hareketleriniz var mı? Bek çıraylık. 90-cı yıllar mı? 90-cı yıllar. Muhabbet degen naqsha. Muhabbet degen naqsha, şuna mı? Biz doğrap etip ketettik. Bizningki merhum ataqlıq kompozitorimiz Hekim Hasanninki ijodiyati. Şu vaqtlarda bizningki öməkka təklif qilib apağan Hekim kamni şu vaqtda idara vazif qilib Hekim kamni bir ishki naqsh ishlab bersin deb bizning naqshchilarga hamda ishlab bersin deb shu Hekim kamga vazif qilganda mushu naqshini ishlab menga aytqizdi. Endi boshqa naqshchilarim bor. Endi shu Faridani ovoziga tushdi ekan deb bu naqshni men o'rinladim. Yana bir naqsha yoshligim degan ikki naqshni o'rinladim. Bu naqshini televiziya stansiyasidan shu meni o'rindashga taklif qildi. Shuning bilan bu naqsha televizorga tarqalgandan keyin keng xalq ommasi shunchalik yoqtirdi. Shuningdan keyin teximamda meni tonidi-da mushu naqsha. Albatta, mushu ekranga tunchi qatim yuzlanishingiz mushu naqsha deyman. Yo'q, uning oldida 83-yili, 82-yili yangi televiziya Şinjanga taralgan vaqtda Neftçilar şadlığı deb bir naqsham bor edi. Abduqayim kamning ijodiyati. Yana birisi Muhabbet yaşnaydı mengüge degan naqsha. Kichik vaqtda yana artist bo'lgan vaqtlarim. Bejingga berib, yana qaytib kelgan vaqtim ekan. Shu naqsham orqali tunji qaytim yuzlangan. Endi radioga, televizorga teng taralgan bo'lg'achqa
Muşu Peride de bir kız varken, şunda yaxşı aytadigan degan gaplar bilan shunda bir taralgan bu naqshlarim. Shu orqali tonilgan. Shu muhabbat degan boy men g'ingshig'an naqshidan bir ikki misradir anglag'im kelyapti. Bo'ldi. Tün perdesini yırtıp tulun ay, üzerler zannaz bilen kökte, men yürümen uykudun bidar, yarının oti köygeç yürekte. Hey! Her akşimi aylanıp şundak, tama bilen ayga qaraymen. Körüp turgat yer cahanni, körüp turgat yer cahanni, cananimni aydın soraymen. Körüp turgat yer cahanni, körüp turgat yer cahanni, cananimni aydın soraymen. Keldi ahır aydın mu nida, dedi kördüm mehbubun nimen. İcat mihnet koynadan yarim, elip kilur yurtqa muhabbet. Ovozunuz ko'zdaymisin jinim hada nima degan tatliq ovozlar bu. Faqat o'zgarmabdi jimi ovozingiz. Shu vaqtda anglagandaklar men to'yg'udi bo'ldim hozir. Buning juqi yerlerim bor, juqi yerlerim bor. Shundoq. Shundoq 90-yillarga naqsha dedingiz buni shundaqmi? 95-96-yillarda yana plastinkalarga tarqaldi deyman. Shundoq. 94-yillari. 94-yillari. Duttar bilan o'rinlangan bir plastinka. Duttar gitar bilan o'rnagan. Abdusalom Absupur ikkimizning o'rindishida. Abdusalom gitarda, men duttada bir plastinka ishlagan. O nayt bir alqishga erishgan. Yana birisi yarimga nima deyman degan. Avvalgi 80-yillarda tang o'yinga ilingan, yo'q 90-yilga. Şu ikki lenta nayt bek alqishga erishib ketgan. Onun başqa adam şu hammamizga umumlashib ketgan yana bir naqshangiz bor. Men o'zimning esimni qilishim shu. Shunchalik yoqtirib anglagan naqshlaringizdan pushaymon deb bir naqshangiz bor. Pushaymon. Men buni Qozog'istondan o'rganib kelgan naqshdi. Azroq ilqi tekst xatolik bo'lib qilib, onunga keyin tuzitish kirgizib qayta aytdingiz shundaqmi? Yo'q, shu aslisi bo'lib qoldi, lekin qayta aytishda men dutta bilan qayta aytdim uni. Dutta bilan. Pushaymon degan naqsha bir misra anglag'uvchilarmi shu? Anglag'is kelyapti. Bo'ldi. Muziksizmi? Tam durmaz medim ağzınız qusu, bolgan bolsam qishingizdi men. Vermezmedim royi teselli, Yasin okup bişingizdi men. Rahmat, mana mush naqsha, pushaymon nomli naqsha mazmunninki yaxshiligi bilan, albatta shu vaqtlardagi mush muzikaning ishlanishi bilan ayt yuqori alqishga erishib ketgan shunday. Tiyipchinikimning Tiyipjon Eliyevninki tekstida. Albatta, ana shu 88-yildan boshlab, tunji plastinkangizni boshlab 94-95-96-yillarda boyisida bitgan nurg'ulg'an plastinkalarimiz tarqab ketdi. 95-yildan keyingi plastinkamdan qiz bo'lganim gunohmi? Mening esimda bor plastinka. Qiz bo'lganim gunohmi, andin ranjima yigit. Esimda. Ondan keyin andikin malqa plastinkalar. VCD plastinkasi. Yarımga nima deymi? Yarımga çay tuttum. O bir maxsus dutta bilan o'rnagan. O menga bek yaxshi tarqaldi-da, omma. Andikin yan birsi Aq Alma nomli muzikalik, tabiiy manzarlarda olgan ko'rinishlar. O bek yaxshi ishlangan. Andan keyin duttarim. Duttar bilan o'rinlangan shunday. Duttarim deb ism qo'ygan. Onu bek yaxshi mang'an. Endi bu san'atkorlar uchun bir plastinka ishlash nihoyat bir muhim bir ish ekan Shundoq. Ham bek qiyin, ham vujudga chiqarmoqmi bek taskin. Lekin shunchalik endi yo'lishim ishimiz nihoyat japalarni chekib
shu plastinkamizni vujudga chiqargan. Albatta yo'ldoshim ikkimiz deb bir gap chiqqandan keyin bu yerda bir voqealar bor. Muhabbat voqealariga kelamiz-chi hozir. Ammo shu bu voqealar kelishdan burun bugungi mush programmamizga bizning atoqli san'atkorimiz, nurg'unlagan shon sharaflarga ega bo'lgan muzikantimiz Farida Adamninki yo'ldoshi bo'lgan Mamtimin akamizni qadam tashrif qildi. Oldi bilan mush Mamtimin kam bilan birlashib naq maydonda naqshidan birini ijro qilib bersangiz-da, naqshidan keyin Mamtimin kam bilan ayrim bir mungdashqimiz bor. Bo'ladi. Bo'ldi. Qanday bo'lsa, navbatda qaysi naqshini o'rlab bersiz? Mamtimin ikkimizmi? Oldi bilan Mamtimin ravab tankash qilib bergan bir naqshamni o'rindab beray. Bo'ladi, qanday bo'lsa, men shu qizg'in alqishim bilan Mamtimin kamni bir sahnaga taklif qilib olaman hozir ekran oldida ko'rmanlarga. Shu Farida Adam bilan birlashib bir naqsh o'rlab bersa Men seperge manganda anam oylida kalgan. Men seperge manganda anam oylida kalgan. Kaçan kilsem balam qara ko'zig yaşalgan. Qachon kelsam balam deb qara ko'zig yaşalgan. Ürümçidin ayrıldım, dahi yendin kayrıldım. Ürümçidin ayrıldım, dahi yendin kayrıldım. Teksimatqa boysunup atanemizden ayrıldık. Öz yurtimizden ayrıldık. İlli yoli egri tokay, egri tokay, tokaylıkta sayraydı bir cüp torgay. Tokaylıkta sayraydı bir cüp torgay. Ettigendi ta keçkiçe sayraydı. Sayrap sayrap muradıga yetemdo. İllinin uyaqida çukur bir say, sayda kişiler çipip oynar cedetay. Sayda kişiler çipip oynar cedetay. Şu yaktın xiyal bilen kilvassa, başım eğip uçup öttü bir cüp torgay. Eş yaktın xiyal bilen
yılıvassam başım egip uçup ötti bir cüp turgan Nazmin aka siz bilan mana shu fursat yuz ko'rishganligimizdan intayin xushalman. Bugun sizga jafo soldik mana endi. Xo'sh, unda bo'lsa mana shu fursatda siz bilan yuz ko'rish fursatiga ega bo'lganligimdan intayin xushalman. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlarimiz, shunday radio anglovchilarimiz, sizning salomingizga intizor bo'lyotidi. Shu ko'rmanlarga bir salomingizni yetkazib bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, ko'rman do'stlar, radio anglovchi yo'ldoshlar. Men Mamtibin Turg'undan ro'zayatlik salom yo'llayman. Rahmat aka, mana Farida adamniki siz tankash qilgandan keyin hayojini yana boshqacha. Albatta shu oltin uzuk yoqut ko'z degandek bir maskagan bilan bir jiplasizlar. Shu san'at sohasida gap bo'lgan vaqtda ishkanglar nim degan omoq arayollar bo'ladi deyishdi. Rahmat. Albatta mana shu ro'zayatlik alayda faoliyatda siz bilan yuz ko'rishib o'tiribmiz Mamtiminka. Farida adam bilan boydan bir kasbiy hayot to'g'risida paranglashdik, nahmaydan aytgan naqshlarda huzurlandik. Menimcha bo'lgan vaqtda sizlarning shu san'at hayotinglardagi, turmushinglardagi yuz bergan nurg'ulg'an voqealar, nurg'ulg'an hikoyalar bo'lishi mumkin. Shu turmushinglarni chiqish qilib turib, azroq bir hikoyalar quloq solg'im bor mening. Albatta san'at, albatta shu sahna ustida tunishgan bo'g'iytinglar sizlar shundaymi? Shunaqa. Nechinchi yillarda? Biz endi san'atkor bo'lgandikan, kasbimizmi birda. Unda bo'lgandikan biz endi tonishimiz endi burundan. Biz televizorlarga film aql kelgan vaqtlarda shu vaqtda tonishib chiqishib qilgan endi. Taqdirlarninki o'rlashtirishi bilan biz bir uyga kirdik. Hozir shunday yaxshi o'tyapmiz. Baxtinglar ko'zdaymisin. Mamtiminka o'zininki shu musiqa sohasida xalqaro nurg'ulg'an mukofotlarga erishdingiz aka. Men siz tarjimonangiz o'qigan vaqtimda ayron qog'dak natijalarga erishib ekansiz haqiqatan. Mamtimin Ravab degan bir intayin shon sharafni bir shu nom sharafni sizga berib ekan xalqimiz. Hozirgacha mana sizning Ravab chaqandagi oldingiz bo'lsin yoki bo'lmasa Farida adam bilan maslashib muhabbatlik naqshlarni aytgandek oldingiz bo'lsin. Ko'rmanlarimiz intayin yaxshi ko'rdi. Bundan keyingi san'at hayotinglarning texim utuqli bo'lishini tilakdoshman. Mamtiminka shu yerda shu Farida adamga deydigan bir qisqagina yurak so'zlaringiz bo'lishi mumkin. Bir anglabog'im bormish fursatda. Bo'ldi. Farida mayli kesibga, mayli qiziqdirmish, kasbni suydi, mayli tirishchan, uyda mayli ishchan, mayli kuyamlik, yaxshi ayol bu. Chiqib turadi. Shuni biz mayli obdan inoq ittifoq gap so'zlarimiz bir yerdan chiqadi. Naqsh eshsaqmi, musiqa chalsaqmi, mayli o'rtoqlik bor biz uchun. Shuni bundan keyin Faridaning tenning saq bo'lishi, ovozning yanı shunday davomli qilmishlar, yangrab turishi ne tilayman. Yana oldimizda nurg'un plastik deylar ishlab yaxshi naqshlarni ijod qilib xalqimizga sundigan planlarimiz bor. Shuni tenning salomat bo'lishini tilayman. Men shunday sizning teningizning saq bo'lishini tilayman. Andike Mamtiminning bir yaxshi yeri, o'zim kasbda yaxshi bo'lg'achqa, oildimi qanday bir ikkimiz maslashqidek naqshi bo'lsa, shu naqshini ikkimiz aytsaq bo'ldi ekan, yo bo'lmasa izlanib turdi oyliqqa, ijodiyatchiligi. Mana naqshi bo'ldi ekan, bizga bir naqsh ishlab berang. To'xtab tura, bu oyliqimdan ishkilimiz endi mana iqtisoddan, musiqa ishlash jihati iqtisoddan qochmaymiz. Mablag' solayveramiz daga. Mablag' solamiz. Bu menimde kasbimni bak qo'llaydi. O'zim bir haqiqiy bir san'atkor bo'lg'achqa, ammo yaqindan yordamda turib ikkimiz birlashib, amal va shunday yaxshi ijodiyatlarni aytamiz endi. Xalqimiz yaxshi ko'rdigan, boshqalar aytgan bo'lsa-mi, xalqimiz yaxshi ko'rgan naqshlarni aytib boshqa qilamiz. Albatta biz burun anglagan, g'ilpal anglab qolgan naqshlarni sizlar shu arayollarni aytib, umuman holat aytib bergandan keyin biz qaytadan yaxshi ko'rdikcha nurg'un naqshlarni. Albatta chiqib turdi, oilanglarmi intaymish musiqa bilan mangan aytib, qaynan tashqinliqcha degan baxtli bir oilaga aka. Bundan keyin aytdi. Bundan keyin texmo baxtli bo'lishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Albatta Farida adamni texmo qo'llab berishingizni, o'zaro qo'llab kasbiy jihatga ishlaringlarni texmo
Şimdi radyo aldığındaki anlarmanlarga vakaleten, ekran aldığındaki körümenlerge vakaleten çin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Albatta bunun bilan bugungi suhbatimiz oxirlashib qolgani yo'q. Navbat yana texmi nadir bo'lgan naqshlar vujudga chiqdi, shundaqla ko'rmanlarning anglag'uchilarning huzuriga sunildi. Unda bo'lsa Faridada hozir Mamtiminkom o'z deydi-ku, bundaki planlarimiz intayin jiq deb. Mening bilishimcha 2013-yillarda bir çoğun keçilikten birisi ötküzülgəndi. Şundamı? Şinjan Xalq Sarayıda sadaqat temisideki şundamı? Gitarına eyvallah yedi. Muş keçilik 2013-yılı 5-ci ayda ötküzüldüğü deymi? 2013-yılı 5-ci ayının 25-i. Çoğun tipdeki bir keçilikni bizden sanatkarlar üçün bu keçilik bir bizning hayatımızda, sanat hayatımızda bir çoğun iş bu. Şundaq. Şunlaşqa Mamtiminning qizg'in hamda şu kuch chiqarishi bilan mening yordamimda bu vujudga chiqdi bu. Plastikasidan ishlayapmiz. Kechiligimiz shunday yaxshi chiqdi. Yaqinda biz ko'rishdi. Albatta u kechilik sizlarningki shu kasbiy hayotinglar emas, ko'rmanlarga, tomoshabinlarga bir xil muhabbatlik bir oilaning tuyg'usini berdinglar. Shunlashqa bu bizningki mush kechilikning ismini Sadaqat kechiligi deb. Naytib muvofiq qo'yilgan bir ism bo'lib ekan bu. Shu vaqtlardagi billa aytgan naqshanglar, albatta bir-biringlarga bir xil muhabbatlik qarashlaringlar degandan keyin men o'ylab qoldim. O'zaro shu paranglashgan jarayonda oilamda ushaq ishlar bo'lmaydi degil bo'lmaydi-ku. Ayollar o'tirsiz degan ixtiloflar yuz berib turdi, shunday deminka. Shunday vaqtlarda sizlarning shu muzikaga bo'lgan, san'atga bo'lgan ishtiyoqinglar bilan ochig'inlar kelgan vaqtda Bulutlar naxshida bir aytaylik deb. O'xshab qolganda shunday bir xil tuyg'u beryapsizlar menga. Asoslan bo'ladimi? Asos jihatdan bizda bak cho'ng ixtiloflar yo'q. Kasb bir bo'lgandan tushunimiz. Talash tartish yo'q. To'g'ri. Biz asos shu o'yin chaqchaq bilan parang qiziq paranglashib. Mamtimbek chaqchaqchi, cho'q qiziqchi. Shunlar o'timiz. Bikaqaxlarimizda biz tuttanı biz ravabne gitarlarını qilib Anashni bir chappaqili. Etib, Merini manda alayli. Depla tabiiylan ashta chiqib qoldi. O'ydim-chi. Shu gapiriyada bo'lgandan keyin albatta Mamtiminkomning xushchaqchaqli bilan Faridada mana shu beti yosh albatta turibsiz. Texnik go'zal bo'lgaysiz. Xo'shlar bo'lsa, ekrandagi qadrli ko'ruvchilarimiz, mana shu san'at beg'idagi bir juplaninki muhabbatlik go'zal so'zlarga quloq soldik. Navbatda yana nadir naqshlar huzuringizga sunildi. Faridada navbat anglaydiganimiz. Unda bo'lsa, bizniki shu chetdan kirgizilgan bizga Uyg'urlarga singib ketgan bir naqshi bor. Baxtlikman degan naqshi. Shuni aytib bersam. Bo'ladi. Qani unda bo'lsa, birlikda barimiz. Söygen canani hayatımın güzel bostani ben sen bilen birge hayatım amadın ben bektim sana tektim Allah küllerde irademiz kayrılmaz, irademiz kayrılmaz. Üşendiler, qas qılsın, yüreğimiz ayrılmaz. Dilraba. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, besar. Bésame, bésame mucho,
Como se fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Huzurlandık mana. İntayın nadir esil bolğan əslində kuylar oturğa çıxıvatıdı. Mana muşunda işkinlarla tan yüz görüşkəndikin işkinlar münasibət suallarını sorğum kildi əlbəttə. İki farzandlar bağı bəridədə. İki farzandlar bağı. Kiçigi qızğı deyman. Bilişimcə şu kiçigimi sənətə bək istiyaq bağlapdı. Mən cıq anlap getdim ki, duttalarım çalıdı deyə neçə şikirdi? 13 yaşqa kirdi. 13 yaşqa kirdi şundamı. Aşu ismini Medine bulandı. Medine'ni qaysi jihatdan tarbiyalashni o'ylashyapsizlar? Hamda bu shu san'atga bakrak ishtiyoq bog'lab qoldi yo'q qizim. Albatta san'at oilasida bo'lgandan keyin. Shu naqsha, muzikada tarbiyalamoqchi. Albatta tunji ustoz silibulsa. O'zi shunga bek qiziqdi. Albatta Medine'ning bu san'at jihatdan yaxshi bir utuqlarga erishishiga biz tilakdoshmiz. Rahmat. Bayım shu kechilikning gapini qilishgan vaqtda 2013-yili 5-oyda Sadoqat nomli kechilikni o'tkazgan vaqtda ko'rmanlarimizning esida bo'lsa kerak. Bizmi shu vaqtdagi naqshanlarni albatta o'rinlashtirib keldik. Bizning hech kimga bermagan naqshanlarni bizga bergan shu vaqtda. Bizning radio oldidagi anglovchilarimiz sizlarningki shu naqshanlardan huzurinib kelyapti. Hozirgacha intan yaxshi inkaslarni biz qabul qilyapmiz. Ishkinlarningki shu sahnada bir-biringlarga beqishib turib aytgan muhabbatli kuylaringlar albatta unutilib qolgani yo'q. Albatta ekrandagi ko'rmanlarimizning, radio oldidagi anglovchilarimizning shu tapda shundoq negizkab ketyapti. Ikkalanning muhabbatli kuylari bugun kam bo'lmasin, zada anglığımız bor deyapti. Rahmat, rahmat. Navaz fursatni ching tutib mushada ishkinlarningki shu vaqtda, shu kechlikda aytgan shu oqshommi ismi, ashtaraq ismda qolibdi. Tanishgan shu oqshom degan. Tanishgan shu oqshom. Ana shu ishkinlarning o'zinglarning muhabbatli hikoyanglar singdirilgan shu naqshini navbatda birlikda o'rindab bersanglar qayta bir huzurlansak degan umiddaman. Bo'ladi, bosh ustiga. Qanday bo'lsa tahrinlaylik. Konuşkan şu akşam lep-lep qilib qar yaqqan Süygümüzdün təbdidin qarlar yeriq su aqqan Biz konuşkan şu akşam yaz ekan Urg'ub turgan yoshlikda çalgan otliq saz ekan Biz tanışkan şu akşam Ketmeydi küz aldimdin Süydüm seni digensiz Çıkmaz asla yadimdin Şu akşam gelmez olup kettim Aylar öttü, yıl öttü, ahuzarım yetti Biz tanışkan şu akşam sen mi kettin ben kettim Görüşemiz kayda dep ümitlerin kül çekti Biz tanışkan şu akşam Ketmeydi küs aldimdin
Sevdim seni diyensiz, çıkmaz asla yadimden, çıkmaz asla yadimden. Rahmet. Albatta muhabbatlik naqshlarni muhabbatlik yuraklar aytgan vaqt yana boshqacha bo'ldi ekan. Albatta boya naqsh aytgan vaqtda shu gitar bilan ravobni birlashtirdinglar. Endi bo'lgan vaqtda dutor bilan gitarni birlashtirdinglar. Endi ba'zi yoshlarda shu dutor, ravob degan bizning milliy chalg'ularimiz. Gitar bo'lsa bizning zamonaviy chalg'ularimiz birga kelgan vaqt sal tez degandek qarorlar bo'lib qoldi. Bo'ldi ekan-ku mana shunday yaxshi chiqdi bugun. To'g'ri. Gitarlar duta obdan maslashdi. Bunda shu ablashtirib chalsa nayt yiqimliq bir sado chiqdi bundan. To'g'ri. Shu biz odatda ko'p biz birlashib shu ideyaga bog'liqchi bo'lgan. Amaliyotda har qanday ishningki hamda qiyin taraflarim bor, o'ng'ay taraflarim bor. Bu bizning eng an'anaviy mana dutavli ravob nayt an'anaviy bizning Uyg'urlarningki an'anaviy muzikamiz endi. Shundoq, ha. Shunlashqa bo'ysundirish o'zimizda. Shuni yoshlarga tavsiya qilganimiz, cho'qim bizningki shu milliy chalg'ularimizni cho'qim qadrlashini umid qilamiz. Rahmat. Har qanday muzikaga tushudi-chu. Albatta biz bo'ysundira olsaqlar qiyin bo'ladi shunday. Birlashtirib chalsa shuni yaxshi chiqadi. Albatta Mamtiminkom o'ziniki shu muzikant bo'lish sifati bilan mana shunday o'zaro birlashtirish yo'liga yetaklab Faridada ovozingiz bilan birlashib ish qilib ajoyib go'zal bir melodiyani yangritib berdinglar. Ekran oldidagi ko'rmanlarga, radio oldidagi anglovchilarga vakolatan chin ko'nglimdan yana bir qatam rahmat aytaman shikillarga. Mamtiminka sizning mutingiz salomat bo'lsin, ishlaringiz ham o'ngishli bo'lsin. Bundan keyin sahnada ishqinglarni mana shunday bir-biringlarga muhabbatlik beqishib turib, muhabbatlik kuylarni uzildirmay aytib turishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Qo'shnilarimizga Faridada mana baydan beri amibab naqshlarni angladik, muhabbatlik naqshlarni anglab o'tdik. Albatta bugungi programmamizda xalq naqshi kam bo'lmasin degan umiddaman. Xalq naqshi, xalqning naqshi deb qo'ymizgo. Albatta ekran oldidagi ko'rmanlarimizning ichidami, radio oldidagi anglovchilarning ichidami xalq naqshini intayin yoqtirib anglaydigan bo'lib, siz aytgan xalq naqshini suyib anglaydigan ko'pchilik intayin ko'p. Undaq bo'lsa, hozirgi o'rnimizni xalq naqshiga bersak qanday bo'ladi? Bo'ladi. Tövende etmoqchi bo'lgan naqsham Nimpada. Bu naqshiga Şinjan san'at yurti milliy orkestr o'migining tembir mayri. Hozir qizlarning ichida birdan bir yetilib chiqqan bizning singlimiz. Merhaba singlimni taklif qilaman. Men bilan bir tankash qilib o'rindab bersa. Bo'ladi, mana bugun bir-biridan nadir bo'lgan naqshlarni anglaydigan bo'ldik, bir-biridan talantli kishilarimiz bilan didorlashadigan bo'ldik. Qani undaq bo'lsa, nimaga naqshadan birlashtiramiz? Yarımның qara saçı tozuna qiye. Yarımның qara saçı tozuna qiye. Kişinin yarını yadep, ayadep, üleymat yapqiye, üleymat raqiye. Kamçam sepir gaydu, çişlep koysumaydu. Sana saklığan köpmel yarek, başkasıga çüşmeydu. Sana saklığan köpmel yarek, başkalarga çüşmeydu. Akşimi
içmey koyayım ben çayını. Recep taşlaşken koza bala, şidelik seyit olsa. Recep taşlaşken koza bala, şidelik seyit olsa. Ziyer cayda oynaydı vay, beliktek yali ret olsa. Ziyer cayda oynaydı vay, beliktek yali ret olsa. Koğum kirdim tendek, akma bir su mendek. Koğum kirdim tendek, akma bir su mendek. Sevgini sevmeymen, senin sevgin tendek. Sevgini sevmeymen, senin sevgin tendek. Senin sevgin tendek. Senin sevgin tendek. Rahmat. Xalq naqsi yana boshqacha ajmo. Albatta mana ikki go'zallarga ikki go'zal sozimiz intayin yarashgan. Marhaba sizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni aytamiz. Pro'zaytingiz muborak bo'lsin sizning. Albatta bundan keyin sizning sahnada ko'proq uchratib turishimizni intayin umid qilamiz. Tambur shunchalik yarashibdi sizga. Unda bo'lsa marhaba. Shu Mamtimin akam bilan bir idorada ishlayapsiz-ku. Albatta Farida adam bilan Mamtimin akam bilan to'la didorlashib turyapsiz. Meningcha bo'lganda shu ustozlarimizning sizga singdirgan ajri xeli ko'p-ku deyman. Men Mamtimin akam bilan bir idorada ishlayman, bir xizmatlash hisobda. Men kestar jihatdan hamda Şinjan xalqqa tanilgan ustoravobchilar bir sevimizga tanishlik. Shundoq. Gerçi bir kesib bo'lmasaqmi, bir muzikant bo'lgandan keyin, bir so'xma bo'lgandan keyin odatda qanday chilish nimlarimiz o'xshab qoladi emasmi? Biroq jihatlardan bo'lsin, fikam manda qilasiz, mana manda qilsiz yaxshiroq chiqqan kelib, chiq jihatlardan mang'aliqlar ulg'ulib, ko'zitib berganlar bekchiq. Faridadan kelsak, Faridadan men bek hurmatlayman. Ham bir kichik bil bir xil mijoz o'chu, bek yaqinliq ko'rganlardan damalq bak omra bo'lib qoladi. Shaxsan men shundoq. To'g'ri. Faridadan buningmi menga chiq ko'rsatgan yerlar bor. Oxirida aytganim, men makam bilan Faridadamning oilasiga baxt tilayman. Ikkisiniki texmo yaxshi, tenini salomat, burundagi xizmat hayotining texmo yaxshi bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat deganingizga kelsin. Sizga o'tib tilaymiz, marhaba. Ekradagi qadrli ko'ruvchilar, radio oldidagi ixlosmand anglag'uvchilarimiz, huzurlarda bo'layotgan Markaziy xalq radio stansiyasi Uzilmas melodiya programmamizning Melodiya qahvaxonamizda suratga ilinayotgan Ro'zaytliq alayda sani. Albatta, atoqli naqshchimiz Farida Mahmud xonim bilan suhbatda bo'layotimiz. Faridada mana shu minutlarda oxirgi damlarimizga yetib keldik. Albatta, ekradagi ko'ruvchilarimizga sizga hurmat chunqur bo'layotgan ana shu anglag'uvchilarimizga ikki og'iz yurak so'zingiz bo'lishi mumkin. Mush fursatni sizga beray. Rahmat. Aldı bilan mening shu naqshlarimni hamda meni yoqtirgan barliq anglag'uvchilarimizga, meni tarbiyalab yetishtirgan, birdan-bir qo'llab kelgan Qarmay hukumatiga, anandan keyin marhum To'xtiqim apandimga, anandan keyin menga ijodiyat qilib, naqshlarni menga o'rgatib, vujudga chiqarib, meni shunchalik tanitgan Abduqim akamga, Abduqim Qodir, anandan keyin Hoshur Aziz, anandan keyin marhum Abdusupurkam, nurg'ulg'an bilimlarni berganda Abdusupurkam, Absalam Absupurning dadasi, anandan keyin nurg'ulg'an ijodiyatlarni menga aytqizib, plastinkalarga chiqarib, yordamda bo'lgan Abdusalam Absupurga, anandan keyin oxirida meni birdan-bir yaqindan qo'llab kelgan mening qadrlik yo'ldishimga, yo'ldishim Mamtiminga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Sizga rahmat. Undan boshqa, shu bizning xalq naqshlarimizni cho'qim inchiklik bilan shu uyga-uylargacha to'liq o'rganish kerak. Shu orqali anandagi ijodiy naqshlarni
yaxshi o'rgangili bo'ladi. Ijodiy naqshlarni cho'qim taraqqiy qildirib, shu xalq naqshisi orqali ilgirligil bo'ladi-chu. Mening tavsiyalarim shu. Bo'ladi, mana shu tavsiyalar, go'zal tilaklar radio to'lqinlar orqali, ekran orqali ana shu do'stlarimizga yetkisi. Hada undaq bo'lsa, Müşahid sizler hoşlaşmakçımız. Albatta bu hoşlaşışımız bundan keyin görüşmemiz deganlik emas. Shu. Albatta güzel naqshlarınız bizning programmamiz orqali anglarmanlarga yetib turg'isi, güzel tilaklarınız ekran oldidagi ko'rmanlarga yetkisi. Oxirida teningizga salomatlik tilaymiz. San'at hayotingizning texmi nuroniy bo'lishini, oilangizning texmi baxtli bo'lishini ekran oldidagi barcha ko'rmanlarga, radio oldidagi ixlosmand anglovchilarga vakolatan chin ko'ngildan umid qilaman. Rahmat. Bo'ldi singlim. Oxirida men yanilam sizlarning shu Üzülmez Melodiya programmasizdagi ini sing'illarimga rahmat. Chin ko'nglimdan hamda sizga, hamda Zubayda singlimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamizni har vaqt yoqtirib anglab kelayotgan radio oldidagi ixlosmand anglovchilar, shuning bilan bugungi Markaziy xalq radio stansiyasi Üzülmez Melodiya programmamizning Melodiya qahvaxonamizda suratga elingan rozaytliq alayda sonimiz mana shu yerda oxirlashdi. Ataqli naqshchi Farida Mahmud xonim bilan o'tkazilgan suhbatimizmi mana shuning bilan oxirlashdi. Albatta, oxirida ekran oldidagi barcha ko'ruvchilarga, radio oldidagi anglovchilarga xushalik tilaymiz, baxt tilaymiz. Bugungi san programmamizni Markaziy xalq radio stansiyasi Üzülmez Melodiya programmamiz orqali, shundaqla Turkiyaga anglatilayotgan Unutilmas Melodiya programmamiz orqali anglay olasizlar. Yana programmamizni Markaziy xalq radio stansiyasining 3w.uycnr torbeti orqali, MLD kanal saloni orqali, undan boshqa yana har qaysi taratqular saloni orqali ko'ra olasizlar. Undaq bo'lsa hammanglarga baxt tilaymiz. Kelar san programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Geldim bu koçiga yar gülüm gelmedi. Geç geldim bu koçiga yar gülüm gelmedi. Yar gülüm kegiçe gözüm koy gelmedi. Yol bulsun, her tarafta yol bulsun. Baskan izleri Gördüm yar seni, görset kalem kaşını. İtkar gördüm yar seni, görset kalem kaşını. Aklı yok boynun kızı, tunmaydiken adaşını. Yol bulsun, her tarafta yol bulsun. Bastan izleriden cumha gül. Çasının otrasıga yar espasılın suni esipin. Çasının otrasıga yar espasılın suni esipin. Kündü beştenge birek köngüldeki yani edipin. Kündü beştenge birek köngüldeki yani edipin. Bana yol bulsun, her tarafta yol bulsun. Bastan izleri dillal reyhan güldü son göz. Bay mı sen bay vetsen dedinin getire çağıtsın. Bay mı sen bay vetsen bedinin getire çağıtsın. Vedini bizge qilib boshqa tarafga qochsin. Vedini yolg'on qilib boshqa tarafga qochsin. Mana yo'l bo'lsin, her tarafga yo'l bo'lsin. Basqan izleri dillal reyhan gülün son göz.
çıktım dostalağa Boynum toldi anağa Boynum toldi anağa Balkan çıkmaydı sen Onamayız altın Özünüzde kapsız dost balağa Vay sınkarba Kazime yapmayman dost özen yap Vay kesle basla Hani billa oynaydı Bağda gülü çığanda Altıncı aydı Şeyhoda Kız yettinci